Ha, hürmetli Meşrep Bekli, Meşrepimiz yaxşı davam etyapti. Ko'nglingiz nimalarni tortdiki? Mening talabim bor. Xo'sh. Yosh naqshchi Abdulla Abdurim bir naqsh aytib bersa demoqchi. Xo'sh, rahmat. Ha, rahmat. Xo'sh. Saharlarda allay bilan mulla omad tilab qolgan cennet ana aman bulsun valanda barını atar uygun mihribanım aman bulsun cennet anam aman bulsun. Tola aktı atam göz yumgan çağlarda atam göz yumgan çağlarda gözünü halalından bilen baktı kalsın o cebalada mihribanım aman bulsun gözünü halalından bilen bakan cennet anam aman bulsun mihribanım aman bulsun. Haydi bir assalomu alaykum. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Navoh Unsun markazi biz uchun hazırlagan mana mushu mashrab so'rini orqali biz keng so'rin ahli bilan birlikda ofat uchirgan rayonlardagi barliq onlardan qizg'in hol so'raymiz va eng oliy salomimizni yo'llaymiz. Rahmat.
qilgan yerlarga yelkamga mindirib qaray mehribonim aman bo'lsin jannat onam aman bo'lsin mehribonim aman